Yuqori qon bosimida birinchi yordam. Agarda sizda yoningizda dori vositalar bo'lmasa, birinchi navbatda o'tirib tinchlanasiz. Nafas mashqlarini bajarasiz. Chuqur nafas olib chiqarasiz. Xonani shamollatasiz yoki toza havoda o'tirasiz. Yuzingizni sovuq suv bilan yuvishingiz mumkin. Yoningizda kimdir bo'lsa, dorixonaga yuborasiz. Esingizda bo'lsin, nitroglitserin preparati qon bosimini tushirish uchun buyurilmaydi. Qon bosimini tushiradigan tez yordam dorilari bor. Bular maksanidin, anaprelin, kaptopril. Yana qaytarib aytaman, ushbu dorilar uzoq muddatga buyurilmaydi. Uzoq muddatga esa o'zini dori vositalari bor. Masalan, ingibitorlar, beta blokatorlar, diuretiklar, antagonist kalsiy, bular hammasi kardiologingiz, terapevtingiz buyuradi. Va shu bilan birga sog'lom turmush tarzi, kam harakatlik, ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish, tuzni, alkogol mahsulotlarini, energetik ichimliklarni me'yordan ortiq iste'mol qilish, uyqusizlik, asab, stress bilan hammasi qon bosimi ko'tarilishiga va og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin.